Mana do'stlar, ne qizg'anish bo'lmasin, bizning birga o'ynab o'sgan yigitimizni barib ishlarga to'g'ri keldi endi. O'zi bizning Sho'ra avulida o'sgan yigit endi. O'zin xotin avulina ko'marga deb so'ragan bo'lgan, o'zi gitar oldidan nima bilasiz bo'yicha endi alay-bulay bo'la qolsa bundan ham qaytamiz degan. Shu sababli uni Marel Respublikasına barib degan. Selam.